Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Navbatdagi obyektimiz Xudo xolasa o'rnatib bo'ldik. Xudo xolasa ozgina ishlari qoldi, nasib bo'lsa. Asosiy tom qismini va 2-3 cheka o'rta перегородкасini sendvich fanel bilan yopib beramiz. Bu joyimiz 27 ga 12 bo'lib, firmalarimiz orasi 1.30 sm, 1 metr 30 sm ga qo'yildi. O'rta stoyka va cheka stoykalarimiz balandligi yerdan xorigacha, ya'ni patolog qismigacha 7 metr bo'lyapti. Bu joyimiz avtomobillarga, yuk mashinalariga xizmat ko'rsatadigan servis qilinyapti. Xudo xolasa ishimizga baho berasizlar. Va bu joyimizni shu 3 ta, ya'ni o'rta qismidan bir tomonini 2 etaj bo'lishi uchun moslab beryapmiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol pastda raqamlarimiz chiqadi. YouTube kanalimiz manzillari chiqadi. Batafsil ma'lumot olish uchun bemalol telefon qilaverasiz.